Fotih Sulton Mehmetxon Chandarli Halil poshoni nohaq o'ldirganmidi? Obuna bo'ling, men tushuntiraman. Chandarli Halil posho shu qadar siyosatda qobiliyatli, davlat ishlarida usta ediki, hatto Fotih Sulton Mehmetxonning hukmdorlik yillarini dastlabki yillarida yenicherilar, vazirlar hamda juda katta obro'li sarkardalar Chandarli poshoning so'zini tinglar, unga ishonar edilar. Bu holat tabiiyki Fotih Sulton Mehmetxonga yoqmas, lekin davlat uchun Chandarlining ilmi kerak bo'lgani uchun Fotih uni bosh vazir maqomida qoldiradi. Istanbul qamali paytiga kelib, Istanbulni fathiga eng qattiq qarshi chiqqan inson bu Chandarli Halil posho edi. Lekin hamma narsa Chandarli Halil posho o'ylagandek ketmaydi. Istanbul fath etiladi. Fathdan keyin oradan 2 oy o'tib o'tmas, Chandarli Halil posho Istanbulda bo'ynidan ip bilan bo'g'ilib qatl qilinadi. Ba'zilar bu ishni adolatsizlik desa, ba'zilar esa Chandarli Halil posho ustiga ba'zi tasdiqlanmagan ayblovlarni otishadi. Ya'ni u Vizantiya bilan kelishgan degan iddaolar qilishadi. Lekin bu voqeaga siyosiy nuqtai nazardan qaraganimizda bir fikr o'rtaga chiqadi. Davlatlar kattalashgani sari zodagon vazir istamaslar.